chiroyli kommentariy и like. Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa sizlarga tekinga uylaringgacha kiyimlarni dastaga qildirib beramiz do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oxir kimlar bor tekin ko'rasa, og'a. Xudo xolasa. Hammaga assalomu alaykum. Bizni kuzatishda davom eting. Zo'r yangiliklarimiz kelgan. Yozgi juda ham zo'r assortimentimiz kelgan. Xudo xolasa bittalar hammasini ko'rsatib beramiz. Xo'p, o'tgan safargi videomizda yutgan ishtirokchilarimizni hammasini olib borib berdik. Bu kommentariyani o'qib chiqdim. Baraka toping. Qabul qilib olganingizni ham yozib ketgan ekansiz. Rahmat sizga. Qolganlarim aktiv bo'ling do'stlar, aktiv bo'linglar. Mana sizlarga El brenddan kiyim. Aktiv bo'linglar. Xudo xolasa, yaxshi yangiliklarimiz, yaxshi variantlarimiz ko'p. Keling, sizni operator yaqinroq olib kelavering. Xo'p, bular hammasi yangilik. Ochilgani yo'q. Mana endi ochamiz bularni. Bularni qisqacha bitta rangidan hozir ochib qo'yganman. Ularni ko'rsatib o'taman. Xo'p, keling, mana yaqinroqda yaxshi variantlarimiz kelgan. Yangiliklarimiz ko'p, xudo xolasa. Mana shu egnimda ko'rib turgan ko'ylagingizni 6 xil variant kelgan. Material zo'r ekan. Zo'r, Xitoy mahsuloti. Sifatiga garantiya, qizarib, bo'zarib, o'chib ketadigan narsa emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Operator yaqinroq kelavering. Material yaqinroqdan ko'rsataylik. Xalodok ekanda. Xalodok material. Ko'p narsa qizarib ketadi, ko'pam issiqda. Unaqa qizarib ketishi yo'q, boshqa yo'q. Xohlovchilarga tugmali, xohlovchilarga mana bunaqa oldi ochiq varianti. Polniy zamoki ham bor. Bularni rangli rasvetkasi bilan olib kelganmiz. Xalq ranglarda bu. Bularga moslangan Guangzhou fabrichni shimini ham olib kelganmiz. Hib juda zo'r variant. Shimlarni bitta obzor qilish imkoniyati bo'lmayotgan edi. Ko'pchilikdan talab tushdi. Shu YouTube'dagi mini videolarda bir obzorni bitta ko'rsatib o'tinglar degan uchun, sifatini, boshqasini tanishtirib o'tinglar degan uchun spesial mana bu qora oylar kiyintirib qo'ydim. Bittalar ko'rsatish uchun. O'sha mashhur branddagi Lacoste'imiz kelgan. Xo'p, 9 xil rangi bor buni. Razmerlari hammasi bor. Fabrichniy narsa. Buni oldingi videoda ham aytganman. 10 yillab kiygan odamlar bor. Bitta o'zini, aka. Mana shu orqa tarafida yozig'i bo'ladi buni, Lacoste degan, o'sha originalligini bildirib turish uchun. Xuddi o'zidan. 9 xil rangi bilan bor. Bunga moslangan svetli, bu yog'iga ochroq, yuqa variantda jinsilar olib kelganmiz. Bularni ham şimdi endi assortiment ko'p-ku, moslab kiyintirishga harakat qildik. Mana. Endi bitta narsa bo'ldi. Qarang. O'sha hali ham 99 ming aksiyamiz davom etadi, faqat 5-maygacha. Shunday qilaylik, shunday qilaylik. 5-maygacha. Ulgurmaganlar 20-may, martga, aprelgacha edi. Ko'pchilik ulgurmadi, cho'zing dedi. Orada mana 5 kun dam oldik. Bugun xudo xolasa 25-aprel. Yana 10 kunga cho'zishga harakat qilyapmiz. Shu 10 kunda qarang. 3 ta narsani. Kepka turetskiy kepka. Lacoste futbolkaning o'sha fabrichniy yaxshisi. Zo'r jinsini atiga 297 mingga xarid qilishlari mumkin. Mana shu hammasi. Uchalasi polniy komplekti 297 ming, har biri 99 ming so'mdan bo'lganda. Oyoq kiyim qo'shsalar 400 ming bo'lmayapti. 400 ming 396 mingga polniy kiyinib chiqish. Unda ham nima? Fabrichniy, sifatli, faqat yaxshi narsa olishadi. Mana bu xudo xolasa yaxshi variantimiz kelgan. Hozir shunda qarang, mana bu 99, shim 99, kepka 99. 99. Uchalasi 297 ming bo'ladi. Har biri 99 mingdan. Shu fabrichniy narsa bo'lganda. Xitoy narsalar. Kepka. Xo'p, mana zo'r futbolka material bitta baho berasiz. Hib material. Terlatib, qizdirib, kiygan odam pushaymon qiladigan narsa emas. Zo'r. Bunga moslangan pol klassika stilda ishlangan shalor olib kelganmiz. Buni 6 xil rangi bilan. Xohlovchilarga 6 xil rangi bilan formada olib kelganmiz. Zo'r variant, kiyganda ham chiroyli turadi. Xo'p, akalarimizga, klassikani yoqtiradigan akalarimizga bu yo'q endi. Mana bu formani kiyib o'qishga ham borishingiz mumkin. Davlat ishiga borishingiz ham mumkin. Xohlagan joyingizga kiyadigan variantdagi forma. Mana shu egnimda kiyib turgan ko'ylakda o'zidan mana shu narsa. Ranglari bor. 6 xildan rangi kelgan. Qorasi deysizmi, oqi deysizmi, hamma rangidan bor bular. O'zi bular do'konlarda 250 minggacha sotiladi. 250 ming, ba'zi do'konda 280 mingga ham ko'rganmiz. Joylari bor. Ana arzonchisi emas. Kimdir ko'rib, misol uchun, falon joyda 100 ming edi-ku, yo'q, unaqa arzonchisi emas. Kiyganda ko'pchilik bilishadi.
katushka bo'lib qoladi aslida. Unaqa katushka ham bo'lmaydi. Mana bu joylar dumaloq bo'lib qoladi, unaqa katushka ham bo'lmaydi. Mana bu variant, endi bu alohida tema. Buni shalvari vobshe zo'r. Yozgi kunida eng yupqa, eng zo'r narsa. Misol uchun, sifatli narsa cho'ziladi, materiallari zo'r, cho'ziladi, havo o'tkazadi, yuqa narsa. Ko'p odam mana shu narsani 180-200 ming olib kiyyapti. Aka, trendiy narsa mana. Yaqinroq olib kelasiz. Etiketkalarni ko'rishingiz mumkin. Firmini Xitoy mahsuloti, arzonchini olib kelib turib, bu yerda 99 ming sotayotganimiz yo'q. 70 ming narsa 90 ming emasda xullas. Sifat yaxshi, yaxshi narsani qilib beryapmiz. Zegna brendiga tegishli variantda futbolkamiz kelgan. Xalq svetlari bor, rasvetkалari? Rasvetkasi ko'p. Buni endi hammasini kiyintira olmadim, chunki o'z yangiligimiz boya kelib chiqdi. Hali ochiqqa svet ham qilmadim. Joyimiz ham yo'q edi. Buni imенно mana shu futbolka 165 ming sotilyapti. Ha, 165 ming. 165 ming sotilyapti. Ko'pchilik futbolka ham 99 mingmi degan fikrni berishyapti. Futbolka to'g'ri, lekin anu qimmati bor, arzoni bor, xuddi shunday. O'sha yaxshi narsani ilinyapmiz. Mashina deganda bitta mashina tutilmaydi. Ha, mashinalar, shunaqa, avtomashinalar. Shunaqa. Xuddi shunday, yaxshisi bor, yomoni bor. Eng yaxshilarini ilinyapmiz. Xudo xolasa, yangiliklarimiz yana ham ko'p. Mana bu penkalarimiz ham o'zi aslida yangilik. Endi buni hammasini bittalab manikin kiydira olmadik. Sifati juda ham ajoyib, juda ham zo'r. Kiyganda chiroyli turadi. O'zi 220 ming turadi, do'stlar. 220 ming, 250 ming atrofi. Albatta, buni kolleksiyasi bizda juda ham ko'pligi uchun shunaqa narxda. Buni ishonmaganlarga hozir men bu yerda kolleksiyani ham ko'rsatib ketaman. 2000-3000 talab bor. 2000 ta. 2000 ta, 3000 talab bor. O'shani evaziga narxi 99 ming so'm beriladi. Krossovkada ham zo'r yangiliklarimiz kelgan. Setkali krossovkalarimiz. Bu yerda shortlar ham bor. Jinsovka shortlar. Mana qancha yaqinroq keling, mana bu yerda mana futbolkalar. Bu yerdagi ham ochilmagan narsalarimiz ko'p. Hali ochishga svet qilmayapmiz. Ochishga svet qilmaganligimizdan turibdi bular. Hammasini kunlik yana ham ochyapmiz. Misol uchun hozir videoda ko'rgan narsangiz kelgan paytingiz yo'q bo'lsa, aka bizni so'kmang. Buni reklama qilib olib qo'ymayapmiz. Tugayapti va o'rniga yangilik ochilyapti. Ko'rganingizdek, vijelkalarimiz hammasi to'la, joy bo'lmaganligi sababli. Xo'p, oyoq kiyimlardan ham yangiliklar. Sumkalarda yangiligi kelgan. Sumkalarda mana bunaqa variantda Xitoy mahsuloti kojinli yaxshi sumkalar kelgan. Narxi shu 99 ming so'm. Lacoste variantiga tegishli. Buni temniy sinisi bor, qorasi bor, yashili bor. 3 xil rangi bor bularning. Xudo xolasa sifat zo'r. Xitoy oyoq kiyimlari. Bular kelgan yangilikda. Bularni ham shu 99 ming so'mdan beryapmiz. Kachisi zo'r, mazaq kiyiladigan narsalar. Ichi kojalari bor ekan do'stlar, mana ko'ringlar. Ichi stilkasi, hamma yog'i kojalari bor. Hozir mavsum. Albatta. Shoshilib qo'y. Buni kolleksiyasi bormi bularda? Kolleksiyasi bor aka. Har kuni yangilik kelyapti. Mana men bilan ham misol uchun yangilik aka. O'tgan safargi videolarimizda yo'q edi mana shular. Hammasi yangi kirib kelgan. Mana kojalar 99 ming so'm. Koja 100% koja. 100% koja. Narxi atiga 99 ming so'mdan. Tanlab olaverasiz do'stlar mana. Masalan, bu yaxshi narsa ekan do'stlar mana. Zo'r narsa aka. Bu narsani falon joyda 100 ming ko'rdim deb kelganga 70 ming qilib beraman. Javob 100%. Topolmaydilar 100 ming. 99 ming so'm. 100 mingga ko'rdim desalar bo'ldi, 70 ming qilib beraman. Bu 100 mingga sotsak ham zarar aslida. Lekin o'sha gapga 100 mingga ko'rsalar ham 70 mingga beraman. Yo'q. Mana bu Skecherslar. Assortimenti ko'p. Bular hammasidan razmer, rasvetka bor. Bularni ham 99 ming so'm qilib beryapmiz. Bozorga aylandi, mana bular 180 ming, 220 ming sotilyapti. Qo'lingizdagi Vietnam yozilganini aka 200 mingdan kam berishmayapti. 99 mingdan 200 mingdan kam berishmayapti. Mana do'stlar. Haqiqatan narxlar do'stlar shokolad. Bemalol kelib cheshka deysizmi, krossovka deysizmi? Odamlar hammasidan bor. Bularni yangiligi xudo xohlasa ko'p. Chapchikalar mana do'stlar, ko'rsalang bo'ladi. Razmerlari bor, bolalar qarab berishadi sizga. Krossovkalar. Xo'p. Jogger shim so'ragan akalarimizga jinsi jogger variantlari kelgan. Rasvet faqat jinsi rangda bu. Lekin razmerlari bor, topiladi hammaga. Yaxshi variantlarda bor, xudo xohlasa. Fenkani bitta assortimentini ko'rsatib o'tib keting, videoni ham
imkoniyat darajasi tezroq yakunlashga harakat qilamiz. Chunki oxirigacha ko'rishga ko'p odam ulgurmayapti. Har xil futbolkalar, finka deysizlarmi? Futbolka, ko'ylak, klassika, shim. Futbolkani 500 xildan oshiq varianti bor. Futbolkani 500 xildan oshiq varianti bor. Finkani endi gapirmasak ham bo'ladi. Chunki buni assortimentini to'xtatganimiz yo'q. Bu oq deysizlarmi? Klassika. Hammasidan bor. Hammasidan razmerlarimiz bor. Eng ajoyiblari mana bunaqa neobычный variantda shim sifat shalvarlarimiz kelgan. Bunchalik arzon deb so'rashlar mumkin do'stlar. Optimga olib kirasiz, to'g'rimi? Pachka-pachkalar o'shaning uchun. Aka, mana kolleksiyani ko'rsatyapmiz. Press ochib, pressdan yoyayotgan narsalarimiz. Shuni evaziga mana bu narsalarda tushungan odam, misol uchun kiyim sohasiga tushungan odam biladi. Mana shu narsa aka pochka narxi 135 ming so'mdan olib ketib sotishgan. Har doim kelaman magazin deyarli odam yaxshi-da. Boshqa do'konlar, misol uchun hozir shahar do'konlarida odamlar yo'q-da. Aka, qarang, mana bunaqa narsa bo'lyapti. Skidga e'lon qilinyapti. Skidga juda ko'p do'konda bor, bitta bizda emas. Lekin borsangiz 99 ming narx qo'yilgan. Lekin mana bunaqa fabrikiy narsa emas. Shunday. U shu puliga yarasha narsa u. Biz 100 mingga o'zining narxidan, misol uchun 100 mingga undan ham yaxshiroq narsa beramiz. 200 ming narsani 100 ming beramiz. Shuni evaziga. Shuni evaziga taklifimiz yaxshiroq, talab qilayotganlarga ham Xudo xolisa ishonchini yo'qotmaslik uchun harakat qilyapmiz. Mana shu narsalar hammasi fabrikiy shimlar, shim sifat shalvarlar. Bundan tashqari boshqalarimiz bor. Xo'p, faqat to'xtatdik, vitrovka olib kelmayapmiz bo'ldi. Vitrovka bo'ldi. Qolgan narsalardan yangiligimiz juda ham ko'p. Katta razmerdagi finkalarimiz ham kelgan. Bularni ham bitta ko'rsatib ketasiz. Mana easy so'raganlar 99 mingdan easylar. 4XL dan 8XL gacha bo'lgan razmerda kelyapti. Bularni hammasidan razmeri bor. Mana ranglari, rasvetkalari, bu ham o'sha 99 ming so'mdan qilib beryapmiz. Barakasini bersin. Easy deysizmi? Easydan ko'ra mana bunaqa variantdagi krossovka deysizmi? Hammasini L brend pochta filialimizda 99 mingdan xarid qilaverasiz. Faqat esdan chiqmasin 5-maygacha. 5-maygacha do'stlar. Shoshilamiz ha? Shoshilamiz. Har doimgidek biz qo'yliq pochtadamiz. Manzil tushunmaganlar uchun pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, lokatsiya so'rasangiz, lokatsiyani tashlab beraveramiz. Qo'yliq pochta filialida L brendni 99 ming aksiyasi hali ham davom etyapti. Barchangiz kutib qolamiz. Shu do'stlar, bo'lmasa shoshilamiz, xudo xolasa kiyim-kechak nima qilamiz? Aktiv bo'lganlarga? Xo'p, aktiv bo'lganlarga aktivimiz juda kam. Men endi har videoda kam deyapman-ku. Xohlasangiz videozni ko'ring, 800 ta kommentariy, 800 ta like. Shunaqa. 2000 ta, 3000 ta emasda. Shu 2000 ta, 3000 ta do'stlar, banglat tashanglar. Xudo xolasa onasi kelib turib El brenddan uylaringizni dastavka qildiraveramiz. Va'da yetkazib beryapmiz. O'sha dastavka pulini ham hammasini to'lab uygacha yetkazib beryapmiz. Boya aytganimdek, videoni boshida aytganimdek, olganlar yozib ketyapti. O'tgan safar bittamiz Yangiyo'lda ekan, bittasi Farg'onada ekan. Uygacha yetkazib berdik. Shu do'stlar. Bitta akamiz krossovka dedilar, bitta opamiz futbolkani nimadir dedilar. O'zlari xohlagan narsani yetkazib berdik. Biz tanlamadik, o'zlari tanlashdi. Rasmini, videosini qilib berdik. Tanlashdi, yetkazib berdik. Shu do'stlar. Faqat aktiv kam, aktivni ko'taraylik. Xudo xolasa. O'tgan safargi videoda aytgan gapim, aktiv zo'r bo'lsa, boshdan oyoq kiyim qilib beraman, bitta emas. Boshdan oyoq kiyim qilib beraman. Faqat aktivni. Biz va'dadan chiqyapmiz, siz poddishka qilishda davom eting. Xudo xohlasa El brend yangilik qilishdan to'xtamaydi. Shu do'stlar, hammaga omad, yaxshini ko'rishuncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.